Hakimboy ismining ma'nosi. Ushbu Hakimboy ismi asosan o'g'il bolalarga qo'yiladi va bu ism quyidagicha ma'nolarga ega: donolik egasi va hurmatli kishi, aqlli va obro'li inson degan ma'noni bildiradi. Bu ism odatda mas'uliyatli, aqlli va qaror qabul qilishda dono, atrofdagilarga yordam beruvchi va hurmatga sazovor, kuchli va obro'li inson bo'lsin degan niyat bilan qo'yiladi.